Genetika olamidan qiziqarli faktlar. Birinchisi, aql otadan o'g'ilga o'tmaydi. Ya'ni agar siz daho bo'lsangiz, o'g'lingiz sizning genlaringizni 100% meros qilib olmaydi. Ikkinchisi, ahmoqlik otadan o'g'ilga o'tmaydi. Agar siz butunlay ahmoq bo'lsangiz, o'g'lingiz siz kabi ahmoq bo'lmaydi. Bu bilan tabriklashi mumkin. Uchinchisi, otadan olingan aql faqat qiziga o'tishi mumkin va faqat yarmi. To'rtinchisi, erkak faqat onasidan aql zakovatni meros qilib olishi mumkin. U o'z navbatida otasidan meros bo'lib qolgan. Beshinchisi, daholarning qizlari otalarining daholiklarining yarmi kabi aqlli bo'ladi, biroq ularning o'g'illari haqiqiy daho bo'ladi. Agar ularning otasi ahmoq bo'lsa, qizlari otalarining nodonligining yarmi kabi bo'ladi. Shuning uchun 100% nodon ayollar bo'lmaganidek, dono ayollar ham deyarli yo'q, ammo daho va ahmoq erkaklar yetarlicha. Erkaklar uchun xulosa, ayolingizning otasiga qarab o'g'lingizning aqliy qobiliyatini bilib olishingiz mumkin. Agar u dono inson bo'lsa, o'g'lingiz ham aqlli bo'lishi aniq. Qizingiz aqlingizning yarmini oladi, ammo ahmoqligingizning yarmini olgan bo'lsa ham, u sizga aql zakovatda yaqinroq bo'ladi. Biroq uning o'g'li sizning barcha aqliy qobiliyatingizga ega bo'ladi. Agar siz aqlli avlodni istasangiz, qiz ko'rishni orzu qiling. Sizning aqliy qobiliyatingiz onangizdan o'tgan, to'g'rirog'i bobongizdan. Video roliklarimiz